Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz musofirda yurgan birodarlar, sizlar mening diyorim kanalini kuzatib bormoqdasiz. Sizlar bilan men Muhriddin Muhammadjon o'g'li. Azizlar, bugun e'tiborlaringizga Moskvadan O'zbekistonga bo'ladigan eng arzon aviabilet narxlarini e'tiborlaringizga havola etaman. Kimda-kim bizdan sotib olmoqchi bo'lsa, mana shu ekranda ko'rib turgan nomerlarga, ya'ni WhatsApp, Telegram, Imo orqali bemalol murojaat qilsalar bo'ladi. Inshaalloh arzon biletlar qilib beramiz. Bundan tashqari kimda-kim granitsa qilmoqchi bo'lsa, granitsaga ham arzon biletlar qilib beramiz. Mana shu ekranda ko'rib turgan nomerlarga bemalol murojaat qilsalar ham bo'ladi. Telegram, WhatsApp, Imo hammasi ishlaydi. Xudo xolasa arzon biletlar qilib beramiz. Qani bo'lmasa aviabilet narxlarini e'tiborlaringizga havola etaman. Moskvadan Toshkentgazlar 19-yanvardan 28-fevralga qadar 8500 rubldan 11000 rublgacha bor. 23 kilo bagaj, 10 kilo rushnulari bilan bor. Eng arzonlarini tanishtirishga harakat qilyapman. Xo'p, Moskvadan Samarqandgazlar 19-yanvardan 28-fevralgacha 10.000 rubldan 11.000 rublgacha bor. 23 kilo bagaj, 10 kilo rushnulari bilan. Xo'p, Moskvadan Qarshiga azizlar 19-yanvardan 25-fevralga qadar 12.000 rubldan 23 kilo bagaj, 10 kilo rushnoy bilan bor. Xo'p, Moskvadan Buxoroga va Navoiyga azizlar 19-yanvardan 14-fevralgacha 13.500 rubldan 14.500 rublgacha bor. 23 kilo bagaj, 8 kilo rushnoy bilan. Xo'p, Moskvadan Urganchga 19-yanvardan 28-fevralgacha 10.000 rubldan 12.500 rublgacha bor. 23 kilo bagaj, 10 kilo rushnoylari bilan. Xo'p, Moskvadan Termizga azizlar 21-yanvardan 27-fevralga qadar 15.000 rubldan bor. 23 kilo bagaj, 8 kilo rushnoylari bilan bor. Xo'p, Moskvadan Farg'onaga azizlar 19-yanvardan 8-fevralga qadar 11.500 rubldan 23 kilo bagaj, 5 kilo rushnoy bilan bor. Xudo xolasa inshaalloh bundan ham arzonlab qolsa, yana ham arzonroq biletlar chiqarishga harakat qilamiz. Yana bir bor eslatib o'taman, kimda-kim bizdan sotib olmoqchi bo'lsa, mana shu ekranda ko'rib turgan Telegram, WhatsApp, Imo nomerlarimiz bor. Hammasi ishlaydi. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Va bundan tashqari kimda-kim granitsa qilmoqchi bo'lsa, granitsaga arzon biletlar qilib beramiz. Kimda qanaqa savol bo'lsa, kommentariyada yozinglar, WhatsApp, Telegram orqali yozinglar. Inshaalloh hammaga javob qaytarishga harakat qilamiz. Kanalimizga podpisatsiya bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.